Assalomu alaykum. Mana yana bitta kuxnichamiz bitdi. Mana shunaqa mnogofunktsionalniy kuxnya bo'ldi. Mana bu yerlari podsvetkalar bo'lgan. Mikrovolnovkasi, pastiga duxovkasi, bu mana ovqat pishiradigan plitasi, bu vichkasi ishlash kerak. Shuncha. Mana bu yerga mana datchik turibdi. Naqsa o'chadi, naqsa yonadi. Bu datchik turibdi. Bu pina ana bu ta'minlak svetni yoqib o'chiradi. Mana bu yerga posudovый ekoni turibdi. Mana bunisi kartoshka lampa o'chog'ini shuni tashab, mana knopkani bosadi. Ishlarni ezib tashlaydi. Suv tozalab kechsa, bu xolalinniy birdan yaxday suv beradi. Anosi bilan, yaxi bilan. Mana bu yerga mana ikki eshikli turibdi. Katta. Mana bu yerga anosi, mana idish-tovoqlarni qo'yishga. Mana shunaqa kuxnya bo'ldi. Hammalaringizga kattakon rahmat.